Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jek va yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi videomizda Joxa va Arti emas, Hacker va Arti bellashadi. Ya'ni bugungi videomizda build battle bo'ladi yana. Hop, doimgidek sizlardan bir narsani iltimos qilib qolaman. Kanalim yangi bo'lgani uchun kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Video oxirida esa albatta bularni belgilab keling va mana Arti va Hacker bular bugungi videomizda do'stlar sizlar build battle qilasizlar faqat mototsikl va avtomobillar jangi. Arti sen avtomobil, Hacker sen esa mototsikl qurasan, tushundingmi? Ha, bo'ldi. Boshlab yuborishdi o'zi. Hali gapimni tugatmasimdan oldin mayli quraversinchi bir gap bo'ladi-yu. Hop. Ajoyib. Balonni kulrang rangdan qilishga qaror qilibdi. Ya'ni kulrang blokdan quraman debdi Hacker. Yaxshi, bu ajoyib, mayli. Plyusga ishlashi mumkin. Hop, Arti ham balonni kulrangdan qilibdi va teshikkulcha uslubida qilibdi. Ya'ni balonni o'rtasi qora bo'libdi. Hop, Minecraftda dumaloq bo'lmaganda ba'zida pand beradi. Ya'ni ba'zi holatlarda bu pand berib qo'yishi mumkin. Hop, shu tomondan yomon. Atak qolgan tomondan yaxshi. Xo'sh, yaxshi. Xo'p, quryapti. Arti menimcha tez qurib bitiradi. Va endi oq blokdan nimadir qurmoqchimi? Qani, qurib ko'rsinchi. O, yaxshi. Ha, qurib bo'ldi menimcha. Va bu yoqda endi yana nimadirlar quryapti va men uncha tushunmayapman buni. Hop, resursga tushib ketdim-ku pastga. Ajoyib. Hacker ham quryapti. O'sha mototsikl baloni oldi. Balon shunaqa bo'ladimi endi? Men uncha tushunmadim. Ha, dumaloq rang narsani chiqarmoqchi bo'lgan, dumaloq shaklni. Va dumaloq shaklni chiqarmoqchi bo'lgan, lekin o'xshamagani uchun mana shunday qilishga qaror qilgan. Okay, yaxshi, tushunarli. Hop, Arti o'zi dvigatel qismga o'tib ketibdi. Ya'ni dvigatel qismlarni qurishga o'tdi. Bu ajoyib. Hop, keyin Hackerchi. Hacker nima qilyapti? Xo'sh, Hacker ham o'zi o'rindiq qismga o'tdi. Nima, Hacker dvigatel shundoq qurmaydimi yo qurib bo'ldimi? Hop, manimcha qurib bo'lgan, qurib bo'lmagan bo'lsa, mana buni ichidamikan dvigatel. Manimcha shunaqa bo'lsa kerak. Minecraft ish qilib tushunib olsin nima qurmoqchi ekanligini. Okay, let's go. Hop, Arti o'zi dvigatel qismini ham tugatib bo'ldi. Balon qismlar tugadi. Endilikda esa faqat nima qoldi va tashqi ko'rinishi qoldi. Tashqi ko'rinishini tugatgandan keyin o'zi boshlayveradi. Hop, Hacker esa o'zi qo'l qismiga o'tdi. Mana bu yerga oynalarni qo'yyapti. Oynalarni qo'yib bo'lgandan keyin ishini yana davom ettirsa kerak deb o'ylayman. Hop, yaxshi. Bo'ldi. Mana shu yerga qo'ysammi ko'k rangni? Ha, bu oynami shunday. Menimcha Minecraft tushunadi bu oynaligini. Endi yana bilmadim, tushunib olish kerak. Menimcha Hacker xato ketdingda mana uni manaqa yana bitta joy qurishing kerak emasmidi? Qara, mana yerda 1, 2, 3, 4 ta blok qilibsan-da, baqa ham 4 ta blok qo'yishing kerak. Yaxshi. Hop, bu yerdachi nima gaplar? Xo'sh, bu ham yaxshi, bo'ladi. Yaxshi, menimcha. Keyin 10 balli sizlarga baholashni o'rgatib o'tay. 10 balli sistemada baholaysiz. Masalan, Artiga 10 dan 7 ball, Hackerga 10 dan 7 ball shunaqa sistemada baholanadi. Tushundingizmi? Va men keyingi videolarda kim yutganini aytib beraman. O'tgan videoda kommentariyalarimiz yig'ilmaganligi sababli yig'ildi, lekin juda ko'p bo'lmaganligi sababli hali g'olib aniqlanmadi. U g'olibni ham keyingi videoda aytib o'taman. Ajoyib. Mayli. Muhimi Arti hozir tugatyapti ishini. Hop, yaxshi. Hacker ham tugatay deb qopti. Hacker o'zi tugat. Hacker, qani inventaringdagi narsani menga berishing kerak. Obunachilar bilan men baholayman. Nima berdi senga Minecraft? Shuni aytchi. Hop, qayerda? Manadaman Hacker. Qani nima beribdi-ku menga juda qiziq bo'lyapti-da. Ha, mana mototsikl berdimi? Hop, yaxshi mototsikl beribdi. Hop, hozir Arti ham bitirsin. Arti bitirgandan keyin ishga davom etamiz. Sen ketishing mumkin. Yaxshi, endi Arti menimcha endi nima qism qoldi? Ha, ko'z ham qo'ymoqchimisan. Qosh ham qo'yib qo'y. Yaxshi turadi. Og'iz ham qo'yib qo'ydi-yu. Minecraft ishqilib buni mashina deb o'ylasin-da. Ha, mayli. Okay, mayli. Let's go. Xo'sh, va Arti menimcha senga ham inventaringda nimadir berdi-yo. Qani bergan narsasini menga tashlab ketishing kerak. Keyin o'zing ketaverasan. Bemalol. Hop, yaxshi. Qani tasha. Go, let's go. Hop, qani. Tashlaysanmi Arti? Ha, mana tashladi. Mashina beribdi. Yaxshi. Ketishing mumkin Arti. Men o'zim qolganini eplab olaman obunachilar bilan. Hop, bu Hackerniki 10 balli sistemada baho bering. Bunisi Artiniki 10 balli sistemada baho bering va ularga Minecraft bergan narsalar. Artiga qanaqa mashina ekan bu ko'raylikchi. Mercedes ekan. Hop, oldiga o'tib olaylik. Artiga Mercedes beribdi. Yaxshi. Men tushib qoldim u mashinadan. Yaxshi. Juda tez yurar ekan. Qani hayvonlar urib ketdi. O'ldirar ekan hayvonlarni. Voy la'nati. Yomon tez yurar ekan u.
Bular urmay drift qilolmas ekanmiz. Tormoz ishlamas ekan-ku, kerak emas bo'ldi, tormoz ishlamas ekan. Mana endi menga mototsikl qiziqdi ko'proq baribir. Bilasizlar-ku. Ohoho, bo'ldi, ketdik. Ballonni qaranglar aylanishini. Minecraft ko'p parod qiladi siz tomonlama, ya'ni dumaloq narsa yo'qligi uchun parod qiladi. Mayli, zato bo'ldi, o'tirib oldik, ishimizni qilyapmiz, bo'ldi. Xullas, obunachilar, 10 balli sistemada baho berishni unutmanglar. Ko'rishguncha xayr, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.